2026-yil 9-aprel sanasi Agrobank Surxondaryo viloyati Sariyosur tumani hamkorligida Sariyosur tumani Shabnam mahallasi 785-konturdamiz. Ushbu konturda manzarali dekorativ ko'chatlar ekilgan. Kontur maydoni 12 gektarni tashkil etadi. Tashkil etilgan dehqon xo'jaliklar soni 24 nafarni tashkil etadi. Har bir ijarachi 50 sotug'dan yer to'g'ri keladi. Ushbu yer maydoniga agregator bilan birgalikda Al-Shamshir fermer xo'jaligi biriktirildi va feature shartnomalar tuzildi. Ushbu loyihaga biz hozirda ishlov berib, barcha o'sha ijarachilar bilan o'rtasida serdaromad mahsulot ekilgani sababli ularning doimiy parvarishlash, sug'orish tizimi yo'lga qo'yilgan. Yer maydonida har bir ijarachining daromad va xarajat qismi hisob-kitob qilib olinganda har bir ijarachidan 60-70 million so'mgacha daromad olish ko'zda tutilgan.